Keksalarni e'zozlash xalqimizga xos yuksak qadriyat. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining keksa avlod vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda ularning ijtimoiy faolligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida Qarshi shahrida nuroniylarni qo'llab-quvvatlash, ularning salomatligini mustahkamlash va turmush sifatini yaxshilash borasida tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Xalq deputatlari Qarshi shahar kengashidagi reglament va deputatlik odob axloqi masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi va xalq deputatlari Qarshi shahar kengashidagi O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi guruhining qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 25-noyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturi bo'yicha Qarshi shahrida ham bir qator o'sha tashkiliy ishlar amalga oshirilyapti. Nuroniylarimiz o'sha mahalla yettiligiga ko'maklashib, davlat reyestrida turgan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni o'sha mavjud bo'lgan o'sha oiladagi kamchiliklari yoki boshqa bir ehtiyojlardan kelib chiqib, ularga ko'rsatmalar berib, umumiy yettililikni o'sha ish faoliyatiga o'zini amaliy yordamini berib kelmoqda. Qarshi shahar tibbiyot birlashmasi bilan hamkorlikda 1056 nafar nuroniy bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Nogironligi bo'lgan va yolg'iz yashovchi 161 nafar keksaga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilib, 51 nafar nuroniyga turli ko'rinishdagi ijtimoiy yordam ko'rsatilganligi haqida davra suhbatida bayon etildi. Bu esa nuroniylar salomatligi va ijtimoiy himoyasini ta'minlash borasidagi amaliy ishlarning ifodasidir. Yig'ilishda so'zga chiqqanlar tomonidan mahallalarda ham nuroniylarning hayotiy tajribasidan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratilayotganligi haqida alohida to'xtalindi. Xususan, Qarshi shahridagi 847 ta ko'chaga 847 nafar nuroniy biriktirilgan. Shuningdek, keksalarimiz o'rtasida doimiy ravishda tashkil etilayotgan zakovat intellektual musobaqalari va bunda esa 60 nafar keksa ishtirok etib, o'z bilim va salohiyatini namoyon etganligi xususida ham fikr almashildi. Bularning barchasi yurtimizda nuroniylarga bo'lgan e'tibor va g'amxo'rlik amaliy natijalar bilan mustahkamlanayotganidan darak beradi.